dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Rossiya ilk bor Ukrainaga 3 tonnali aviabomba tashladi. G'arb Zelenskiyni almashtirmoqchi, Rossiya razvedkasi. Netanyahu: Hamas yo'q qilinmaguncha va garovga olinganlar qaytarilmaguncha Isroil G'azodan chiqib ketmaydi. Hoziroq AQShda Rossiya uchun kutilmagan taklif bilan chiqildi. Ukraina keyingi sammitda Rossiyaning ishtiroki uchun ochiq. Andrey Yermak. NATO bosh kotibi G'arbni Rossiyaga qidirib kelishuvi haqidagi xabarlar fonida birlashishga chaqirdi. Isroil ommaviy dafn marosimlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiya ilk bor Ukrainaga 3 tonnali aviabomba tashladi. Video. Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushda birinchi marta FAB 3000 o'ta og'ir Fugus aviabombasidan foydalandi. Bu haqda ochiq ma'lumotlar tahlili bo'yicha Bild nashri eksperti Yulian Röpke xabar berdi. Rossiya ilk bor FAB 3000 M54 Yumaekpek bombasini Ukrainaga tashlab, Xarkov viloyatining Lipitsk qishlog'idagi yangi pochta binosiga zarba berdi. Og'irligi 3 tonna bo'lgan bomba binodan 15 metr uzoqlikda qulagan, lekin baribir unga jiddiy zarar yetkazgan, deydi ekspert. Yangi aviabombadan foydalanilganligi S kanallarini ham tasdiqlaydi. Fried Bomber Telegram kanali undan foydalanish jarayoni aks etgan videoni e'lon qilgan. Hujumda Ukraina qurolli kuchlari vaqtinchalik foydalanilayotgan 3 qavatli bino nishonga olingani aytilgan. FAB 3000 bombasining to'liq zarar yetkazish radiusi 230 metrni tashkil qiladi. Bo'laklari esa 1240 metr masofada ham o'zining kuchini saqlab qoladi. Rossiya 2022-yil Ukrainaga hujum boshlanganidan beri aviabombalardan faol foydalanmoqda. So'nggi 4 oy ichida Rossiya harbiy samolyotlari Belgorod viloyati va Ukrainaning bosib olingan hududlariga 93 ta bomba tashlagan. Oxirgi holatlar 11 va 12-iyun kunlari sodir bo'lgandi. O'shanda Belgorod viloyatida 5 ta kuchli portlovchi aviatsion bomba aniqlangan. G'arb Zelenskiyni almashtirmoqchi, Rossiya razvedkasi. Qo'shma Shtatlar Vladimir Zelenskiyni Rossiya bilan muzokaralar olib borish uchun maqbulroq bo'lgan boshqa ukrainalik siyosatchi bilan almashtirishi mumkin. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi razvedka xizmati matbuot byurosi xabar berdi. Tashqi razvedka xizmati tomonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Zelenskiyning almashtirilishi Rossiyaning strategik mag'lubiyati haqidagi umidlarning befoydaligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Rossiyaning strategik mag'lubiyati haqida umidlarning befoydaligini anglagan Oq uy hech ikkilanmasdan Zelenskiyni tarixning axlatxonasiga tashlaydi va uning o'rniga Moskva bilan tinch muzokaralar olib uchun maqbul bo'lgan ukrainalik siyosatchilardan birini qo'yish orqali mojaroni hal qiladi, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, Washington nuqtai nazarida Zelenskiyning o'rniga eng munosib nomzod Ukraina qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniydir. Washington uchun eng munosib nomzod Ukraina qurolli kuchlarining sobiq bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy hisoblanadi, deya aniqlik kiritdi matbuot byurosi. Tashqi razvedka xizmatining bunday fikrga kelishiga joriy yilning 20-maydan, ya'ni amaldagi davlat rahbarining qonuniy prezidentlik muddati o'z yakuniga yetganidan buyon ular Vladimir Zelenskiyning qonuniyligi to'liq G'arb ko'magiga bog'liq deb o'ylashadi. Netanyahu: Hamas yo'q qilinmaguncha va garovga olinganlar qaytarilmaguncha Isroil G'azodan chiqib ketmaydi. Isroil barcha garovga olinganlarni qaytarmaguncha, hatto bu bosqichma-bosqich sodir bo'lsa ham, Hamas harakatining harbiy va boshqaruv tuzilmasini yo'q qilmaguncha G'azo sektorini tark etmaydi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Netanyahu ma'lum qildi. Biz ularning hammasini o'g'irlab ketilgan 120 kishini tirik va o'liklarni qaytarishga qat'iy qaror qildik. Bu bosqichma-bosqich bo'lsa ham biz hech kimdan voz kechmaymiz, dedi Netanyahu. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, anklavda isroillik harbiylar mavjudligi Hamasga bosim o'tkazmoqda. Bu esa o'g'irlanganlarni qaytarish uchun imkoniyat yaratadi. Biz barcha garovga olinganlar qaytarilmaguncha G'azo sektorini tark etmaymiz va Hamasning harbiy va siyosiy salohiyatini yo'qotmagunimizcha taslim bo'lmaymiz, deb ta'kidladi u. Hoziroq AQShda Rossiya uchun kutilmagan taklif bilan chiqildi. Washington mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish uchun Ukraina bo'yicha Rossiya bilan muzokaralar boshlashi kerak. Bu haqda AQSh prezidentligiga mustaqil nomzod kichik Robert Kennedy X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi, deb yozmoqda RIA Novosti. Men hozir AQSh, Rossiya va Ukraina bilan stol atrofida haqiqiy tinchlik muzokaralariga chaqiraman. Putin buni xohlardi, biz ham shuni xohlashimiz kerak, dedi u. Kichik Kennedy G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyat sayyoramizning vayron bo'lishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, Ukrainani moliyalashtirishni to'xtatishni talab qildi. Ukraina keyingi sammitda Rossiyaning ishtiroki uchun ochiq. Andrey Yermak.
Ukraina kelajakdagi tinchlik muzokaralari formulasini ishlab chiqishga qaratilgan xalqaro hamkorlar bilan navbatdagi uchrashuvga Rossiya vakilini taklif qilishi mumkin. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Shveysariya 15-16 iyun kunlari bo'lib o'tgan Ukraina bo'yicha tinchlik sammitiga Rossiya taklif qilinmagan edi. Nashrga ko'ra, Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ishchi guruhlar navbatdagi uchrashuv tafsilotlarini ishlab chiqayotgan bir paytda Rossiyaning navbatdagi sammitdagi ishtiroki masalasini ko'targan. U Shveysariyada o'tkazilgan uchrashuvni muvaffaqiyatli o'tganini ta'kidlagan. Yermak shuningdek Ukraina realistik va boshqa davlatlar ishtiroki uchun ochiq ekanini aytgan. O'ylashimcha, Rossiya vakilini ham taklif qilish mumkin deya qo'shimcha qilgan u. Bloombergga ko'ra, Shveysariyada bo'lib o'tgan konferensiyada 100 dan ortiq davlat va tashkilotlar ishtirok etgan. Biroq kengroq global qo'llab-quvvatlashga erishishlik asosiy maqsadiga erisha olmagan. Qayd etilishicha, Hindiston, Braziliya va Janubiy Afrika yakuniy kommunikeni imzolashdan bosh tortgan va shu bilan BRICS davlatlari doirasini yopgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashuv oldidan tinchlik muzokaralari shartlarini sanab o'tgan edi. 18-iyun kuni Shveysariya TIV Ukraina bo'yicha navbatdagi tinchlik sammiti Yevropada o'tkazilmasligini ma'lum qilgan. Hukumat Rossiyaning tadbirda ishtirok etishi zarurligini ta'kidlagan. NATO bosh kotibi G'arbni Rossiyaga qadri kelishuvi haqidagi xabarlar fonida birlashishga chaqirdi. Jens Stoltenbergning so'zlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy ittifoq avtoritar kuchlarning tobora yaqinlashayotganini ko'rsatadi va demokratik davlatlarning birlashgan frontini shakllantirish muhimligini anglatadi. Biz avtoritar kuchlar bir-biriga yaqinlashayotganini tushunishimiz kerak. Ular bir-birini o'ta kuchli tarzda qo'llab-quvvatlamoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaga katta miqdorda o'q-dorilar yetkazib berdi. Xitoy va Eron esa Moskvaga harbiy yordam ko'rsatmoqda. Rossiya Federatsiyasi va boshqa avtoritar davlatlar o'rtasida yaqinlik o'sib borayotgani NATOning Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilari bilan hamkorlik qilishning ahamiyatini yanada oshiradi deya munosabat bildirdi NATO bosh kotibi. Uning ta'kidlashicha, iyul oyida Washingtonda o'tkaziladigan NATO sammitiga Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya hukumat rahbarlari yuqoridagi sabablarga ko'ra taklif qilingan. Isroil ommaviy dafn marosimlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Isroil din ishlari vazirligi Livan bilan ehtimoliy urush tufayli ommaviy dafn va xotira marosimlariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda bo'lim boshlig'i Michael Malkili ma'lum qildi. Dafn marosimlari uchun mas'ul bo'lgan din ishlari vazirligi shimoldagi ssenariylarga tayyorgarlik ko'rmoqda, dedi vazir. Malkili so'nggi haftalarda mamlakat janubiy chegaralari yaqinida Isroil va Hizbulloh o'rtasida keskinlik kuchayganiga ishora qildi. Studiyada hamma narsani aytish mumkin emas, lekin biz katta tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish uchun ofisda yig'ilishlar o'tkazamiz deya qo'shimcha qilgan u. Vazirlik shimolda bo'lishi mumkin bo'lgan urush munosabati bilan ommaviy dafn marosimlariga tayyorgarlik ko'ryaptimi yoki yo'qmi degan savolga Malkili tafsilotlarni ochiqlamasdan ijobiy javob bergan. Avvalroq Hizbulloh bosh kotibi Hasan Nasrulloh Livanga hujum qilinsa, Isroilning shimoliy hududlariga yirik hujum rejasi amalga oshirilishini istisno etmagan edi. So'nggi haftalarda Isroil va Livan o'rtasidagi moviy chiziq chegarasida keskinlik kuchaymoqda. 7-oktyabrdan beri Livandagi Hizbulloh Isroilga qarshi 5000 dan ortiq raketa, tankga qarshi snaryadlar va dronlar uchirgan, deya bayonot bergan Isroil armiyasi matbuot kotibi Daniel Hageri. Uning ta'kidlashicha, Hizbullohning kuchaygan hujumlari Livan va mintaqa uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan kattaroq kuchayishga undamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.